Taharet ilish. Çivik adam. O günü İhsanbek nahayt xushal edi. Yeni algan oyuncuk robotunu aksiga ko'rsatib, birga o'ynash uchun taqatsizlanib ketib İhsanbek oyuncuqini aksi maktabdan kelgan amani ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo aksi maktabdan kelibla o'z ishi bilan bo'lib ketdi. Namozga azon chiqay deb qog'ishqa ustidagi maktab formasini soldi. Tazliq uyiga kirib, tahorat elib chiqibla namozga turdi. Uning chiroyidagi jiddiychilikning o'rnini xushallik egalladi. Aksining bu holatidan ta'sirlangan Ihsanbek o'yinchoqni unutdi, aksining yeniga berib, "Meningmi namoz o'qiganda?" "Bak yaxshi gap bu. Demisimi, bu yozda namozda o'qiladigan sura va duolarni o'rgangan edim. Tez tahorat olgin, birga namoz o'qiyli. Bilmagan yerlaringni men senga o'rgataman." "Ajab yaxshi." Uzun o'tmayla Ihsanbek kelib, "Bo'ldi aka, men tayyor bo'ldim." Aksi Ihsanbekning shuncha qisqa vaqtda qandoq tahorat elib bo'lganiga hayron qoldi. "Ihsanbek, tahoratni qandoq olding? Menga deb beramsan?" "Qo'llarimni sopillab yurdim, yuzimni yuvdim, pak-pokiz bo'lib keldi." "Qo'l ham bilaklaring pokiz bo'pti, lekin tahorating komil bo'lmabdi, uka." Ihsanbek aksining nima deyotganligini toza tushunolmagan edi. Burun tahorat olganlarni ko'rib, esda qolganlari mushlar edi. "Qara ukam, Payg'ambarimiz tahoratni komil ilinglar deb buyurgan. Tahorat elish badanimizdagi bir qancha a'zolarni tartib bilan, qoidasi bo'yicha pokizlash bilan bo'ladi. Qo'l bilan yuzdan boshqa yana og'iz, burun, quloq va putlarimizni pokizlashmi bor?" Aksining gapini anglagan Ihsanbek uchun tahorat elish intayin tez bilindi. Xuddi tahorat elishni faqat o'rganolmaydigandek his qildi. "Ansirma Ihsanbek, men tahorat elishni mushundoq o'rgangan edim. Sana texim qiziqarli bir usulda o'rgataman. Menga ishongin," dedi va shkafdan rangli qog'oz va bo'yoq qalamlarni oldi. Qog'ozlarni kichik chas shaklda kesib, Ihsanbekni yeniga chaqirdi. Ihsanbekning xushligi asiga keldi. Qiziqarli bir ishlarni qiladiganligini his qildi. Qiziqish bilan aksining qilayotganlariga qaradi. "Ihsanbek, sen tahorat elishni chiviq odamlardan o'rganasan." "Chiviq odamlardanmi?" "Shundoq, chiviq odamlardan. Lekin bu chiviq odamlarning o'xshamaydigan alohidaliklari bor. Birlarining qo'llari bak cho'ng, birlarining burni bak uzun. Mana mundoq." deb qo'li bilan burnini uzardi aksi. Ihsanbek aksining bu holatiga bak kulvatdi. Chunki shundoq kulgili ko'ringan edi. Aksi chasi shaklda kesilgan qog'ozlarni inisiga berib, degani bo'yicha chiviq odam sizishni so'radi. Birinchi qog'ozga qo'llarini, ikkinchisiga og'zini, uchinchisiga burnini, to'rtinchisiga yuzini, beshinchisiga bilaklarini, oltinchisiga beshini, yettinchisiga quloqlarini va 8-chi qog'ozga bo'lsa putlarini intayin cho'ng va uzun qilib chiviq odamlarni sizdirdi. Yanlarga ba'zi sonlarni yozdi. "Nimoychi qiziqarli odamlar bu?" Ihsanbek bu odamlarni sizib etib, to'liq qiziqarli his qilib, ixtiyorsiz qaqahlab kulib ketdi. Chiviq odamlar bitgandan keyin aksi qog'ozlarning uchiga to'shik etib, lenta bilan bir-biriga bog'ladi. Shuning bilan qo'llarida qiziqarli chiviq odamlar albomi tayyor bo'ldi. Aksi Ihsanbekning qo'lidan tutib, uni tazliq uyiga elib kirdi. Tayyorlagan bu qiziqarli albomni chilabchaynikining yeniga ostida Ihsanbekka qarab, "Qara Ihsanbek, tahorat olmoqchi bo'lgan vaqtingda bu chiviq odamlar senga yordam qiladi. Tartib bilan bu chiviq odamlarga qara va qaysi a'zosi cho'ng bo'lsa, shu a'zoyingni yuvg'in. Masalan, boshdagi chiviq odamning qo'llari cho'ng va yeniga 3 yozilgan. Demak, tunchi qatim qo'llarimizni 3 qatim yuvishimiz kerak. Undan keyingi chiviq odamning og'zi cho'ng va yeniga 3 yozilgan. Shunga og'zimizni 3 qatim yuvishimiz kerak." "Bu pek oson va qiziqarli bo'ldi. Aka, sen ansirma." Deginicha hayotidagi tunji va eng qiziqarli tahoratini oldi. Qisqa vaqt ichida tahorat elishni o'rganib oldi. Lekin albomni tamdan taqat elib o'tmadi.
Bu albom Aksi ikkisining go'zal əslimisi sifatida tamda qilib qoldi.